Assalomu alaykum, hurmatli Bozor Obzor YouTube kanal obunachilari. Andijon birinchi qo'l mebel sexda optim bazasiga kelganmiz do'stlar. Qaranglar, ustiga hormang. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka? Sog'lik yaxshimi? Ishlayapsizmi? Qarang aka, ishlarimiz razmerlari va nima material ishlatilayotganini xudo xolasa o'zi bir chekkadan tushuntirib berasiz. Bo'ldi, inshaalloh obunachilar uchun chiroyli qilib xudo xolasa mahsulotlarni. Aka qarang, bu ishlarimiz razmeri necha va qanaqa material ishlatilgan? Bu ishlarimiz razmerlari 440 ga 240. Xon taxtalari 275 ga 90. Mebellarning oyoqlari yog'och. 100% sasna, displey, pamper, prujina. Tera aralashmagan. Yo'q, 1 gram teragi yo'q, xudo xolasa. Xudo xolasa haligi sizga sasna deb qo'yib, ertaga tera chiqib ketib, teraga qayib ketdi, sinib ketdi degan narsa bo'lmaydi. Inshaalloh. Materiallaringiz ponni, mo'shi, machalkalaringiz qani zo'r, yonboshlaringiz dekorativning o'ziga qo'ysiz, xudo xolasa, voy dod deb turadigandan bo'ladi do'stlar. Uzunasi ham 420 ga 220 deyapti do'stlar. Aka, bundan tashqari esa modeli boshqacharoq bu Meduza modelimiz. Aha. Ularimiz 100% sasna displey, pamper, prujina. Razmerlariga keladigan bo'lsak, 440 ga 240. Onlari 90 ga 275. 3 ta taburetkasi. Anaqasini qo'ying, siz obunachilaringiz uchun bitta bonusi ham bor, mana yangilik qo'yaveramiz. U ana bonus. Chexollarni bonusini beraveramiz. Chexollarini ham kiydirsizda yosh bolalaringiz shalta-palta qilmaydi, chexollarini ham bonusiga qo'yib beraman deyapti. Mashinasi o'zi ham 300-400 ming so'm turadi do'stlar, o'zi kelib mashina narxini so'raganlar, atden sotiladi, o'zi biladi buni. Bunimiz narxini necha pulga berasiz? Siz obunachilaringiz uchun o'zi mashg'ulot shug'ulsiz 6,5 million so'm beryaptik. Bo'ldi, mana 6 million 800 ming so'mga chexollar bilan vodiy bo'yicha dastlabki qilib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabki bunisini 7,5 million so'mga qilib beramiz. 7,5 million so'mga bunisi ham vodiy bo'ylab, Andijon shahar, Andijon tumanga emas, vodiy bo'ylab, Xorin, Farg'ona, Namangan, Qo'qon, Libo yerdan telefon qila olasizlar, xudo xolasa dastlabkilarni besplatni qilib beramiz. Bu divan kreslolarimizni ko'rsatib qo'ying. Bunimiz esa raskaladnoy bo'ladigan ekan. Finishli divan kreslolarimiz. Siz bo'ladi mana bu holatda. O'rta holati bor mana. O'rta holati ham bor. Televizor ko'rib, hojaga yonboshlar ko'ryapti, bo'ladi. Xohlagan rasmni ko'rsatib bo'laveradi. Hammasi uchovi ham shunaqa holatda bo'laveradi, eshitildi. Bunimiz narxi necha pul aka? Bunimiz narxi 5 million so'm. 5 million so'm. Buni ham vodiy bo'yicha dastlabkasi qilib beramiz. 100% sasna displey. Buni xon taxtasini puli qo'shilib qoladi. Xon taxtasini puli alohida. Bunikini alohida qo'shib beramiz. Bo'ldi. Bunimizchi aka raskaladnoy divan. Bunisi raskaladnoy divan bo'ladigan 340 ga 215 razmerda. Razmerlari. Sasna displey. Bularimiz ham. Qarang do'stlar, mehmonizmangiz kelsa, uyga qayerga olib kirib yoki kisamgina o'ylanishda umuman muammo yo'q. Shunday xon taxtasini olasiz, o'ziga joy qilib bersiz, o'zida mashinadan kuzatib keta oladigandan bo'ladi do'stlar. Bunimiz narxi necha pul aka? Bunimiz narxi 5,5 million so'm. Xon taxtalarni ichiga qo'yib beramiz bularni. Inshaalloh vodiy bo'yicha uni dastlabkasi ichida. Vodiy bo'ylab xon taxtasini ichiga qo'shib beramiz. Bonusiga qo'shib beramiz. Bonusiga. Do'stlar, qaranglar, materiallari mo'shi, hammasini bolishlari bor. Bunaqangi bolishlarni ko'niga yo'q topsiz, yana bitta bolishlarni qo'shib bera oladigan bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa dastlabkasini umuman muammo qilmasiz bo'ladi. Andijon xudo xolasa birinchi qo'l sexda o'zidan bo'lyapti. Andijonda do'kon desa 22-do'konga kelib o'zinglar ko'rib olmoqchi bo'lsanglar ham bo'laveradi. Xohlasanglar telefonda ham ishinglar bitor. Undan tashqari joylarga katta-kichik razmer yo bo'lmasam rangini yoqtirmoqchi bo'lsanglar, qaranglar do'stlar, rangini umuman muammo qilmasa bo'ladi Jahongir. O'ziga yoqqan xonasiga, svetiga tushgan svetini material tanlagandan materialiga joyiga zakaz qilib yasab ham bera olamiz. Aka, xudo xolasa Bozor Obzordan oldim desa, yana kelishtiradigan Xudo xolasa kelishtirib beramiz. Inshaalloh, xudo xolasa. Bemalol video yoqqan bo'lsa, xudo xolasa pastda nomerlar qoladi, bemalol aloqa chiqa olasizlar. Bitta-bittadan like bosishni unutmaysizlar do'stlar.